Termiz xalqaro savdo markazi erkin savdo zonasida O'zbekiston, Rossiya, Yevrosiyo makonida strategik sheriklik mavzusiga bag'ishlangan xalqaro konferensiya o'z ishini boshladi. Anjuman O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti hamda Rossiya Federatsiyasining Valday xalqaro munozara klubi o'rtasidagi doimiy faoliyat yurituvchi ekspertlar platformasi doirasida tashkil etilmoqda. Mazkur platforma ikki tomonlama munosabatlarni yanada rivojlantirish, muntazam muloqotni yo'lga qo'yish va amaliy yechimlar ishlab chiqishga xizmat qiladi. Tantanali ochilish marosimida Strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti direktori Eldor Aripov, Valday xalqaro munozara klubini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash jamg'armasi kengashi raisi Andrey Bistritskiy, Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov hamda Rossiya Federatsiyasi tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Mixail Galuzin so'zga chiqib, O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi munosabatlar barqaror va pragmatik xususiyatga ega ekani, ular aniq loyihalarga asoslanib mustahkam institutsional poydevorga tayanayotganini ta'kidladilar. Shuningdek, mamlakatlar o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi yil sayin izchil o'sib borayotgani qayd etildi va konferensiya ishtirokchilariga muvaffaqiyat tilab qolindi. Bugungi kunda ikki davlat o'rtasida 400 dan ortiq hujjat amal qilmoqda. Ular qatorida munosabatlarning uzoq muddatli barqarorligini ta'minlovchi strategik sheriklik va ittifoqchilik to'g'risidagi asosiy kelishuvlar ham mavjud. Prezidentlar darajasida yo'lga qo'yilgan ko'p bosqichli hamkorlik modeli o'zining amaliy samarasini bermoqda. Ayniqsa, o'zaro iqtisodiy manfaatdorlikka asoslangan aloqalar izchil rivojlanib bormoqda. Xususan, keyingi yillarda tovar ayirboshlash hajmi sezilarli darajada oshib, 2016-yildagi 4.2 milliard dollardan o'tgan yil yakuniga ko'ra 13 milliard dollarga yetdi.